Yuhanno 7-bob. Shundan keyin Iso Jalila hududini keza boshladi. U Yahudiyani kezishni xohlamagan edi, chunki u yerdagi yahudiylar uni o'ldirishga qasd qilgan edilar. Yahudiylarning chayla bayrami yaqinlashayotgan edi. Ukalari Isoga shunday deyishdi: Bu yerdan chiqib Yahudiyaga boring. Qilayotgan ishlaringizni shogirdlaringiz ham ko'rishsin. El nazariga tushaman degan bironta odam yashirincha ish qilmaydi-ku. Bunday ishlarni qilar ekansiz, o'zingizni dunyoga taniting. Hatto ukalari ham unga ishonmas edilar. Iso ukalariga shunday dedi: Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q. Lekin sizlar uchun har vaqt qulaydir. Dunyo sizlardan nafratlana olmaydi, lekin mendan nafratlanadi. Chunki men uning qilmishlari yomon ekanligini yuziga solaman. Mayli, sizlar bayramga boringlar. Men hozircha bu bayramga bormayman. Chunki mening vaqtim hali kelgani yo'q. Shu so'zlarni aytib, Iso Jalilada qoldi. Isoning ukalari bayramga ketganlardan keyin Isoning o'zi ham hech kimga bildirmay yashirincha bayramga bordi. Yahudiylar esa Isoni bayramda qidirar, U qayoqda? deb so'rar edilar. Omma orasida Iso to'g'risida har xil gap so'zlar yoyilgan edi. Ba'zilar U yaxshi odam. desalar, boshqalar Yo'q, u xalqni yo'ldan ozdiryapti. deyishardi. Biroq yahudiylardan qo'rqqanlar uchun u haqda hech kim ochiq gapirmas edi. Bayramning yarmi o'tganda Iso ma'batga kirib, ta'lim bera boshladi. Uni eshitgan yahudiylar hayron qolib deyishdi: Bu odam o'qimagan bo'lsa, qayerdan shuncha narsani biladi? Iso ularga javoban dedi: Men o'rgatayotgan ta'limot o'zimniki emas, balki meni yuborgannikidir. Kim Xudoning irodasini bajarishni istasa, bu ta'limot Xudodanmi yoki o'zimdanmi bilib oladi. Kim o'z nomidan gapirsa, o'ziga shuhrat izlaydi. Kim uni yuborganga shuhrat izlasa, haqiqatni so'zlaydi. Uning dilida hiyla bo'lmaydi. Qonunni sizlarga Muso berdi. Shunday emasmi? Ammo birortangiz qonunni bajarmaysiz. Nega meni o'ldirmoqchisizlar? Seni jin uribdi. Kim seni o'ldirmoqchi ekan? dedi xaloyiq. Iso esa o'z so'zida davom etdi: Men shabbat kuni bitta mo'jiza qilganim uchun hammalaringiz hayron qolyapsizlar. O'zlaringiz esa Musoning qonuniga amal qilaylik deb shabbat kuni o'g'il bolani sunnat qilasizlar-ku. Aslida sunnat odati Musodan emas, Ibrohim davridan qolgan. Musoning qonuni buzilmasin deb sizlar hatto shabbat kuni ham o'g'il bolani sunnat qilsangizlar, nega mendan g'azablanasizlar? Shabbat kuni odamni butunlay sog'aytirganim uchunmi? Yuzaki hukm qilmanglar. Hukmingiz adolatli bo'lsin. Ba'zi quddusliklar shunday deyishardi: Yo'lboshchilarimizni o'ldirmoqchi bo'lgan odam shu emasmi? Mana, u hammaning oldida so'zlayapti. Unga qarshi hech kim hech narsa demayapti. Nahotki yo'lboshchilarimiz uni Masih deb tan olishgan bo'lsa. Ammo bu odamning qayerdanligini hammamiz bilamiz. Masih kelganda esa uning qayerdanligini hech kim bilmaydi. Iso ma'batda ta'lim berar ekan, baland ovozda shunday dedi: Ha, sizlar mening kimligimni ham, qayerdanligimni ham bilasizlar. Lekin men o'zimcha kelganim yo'q. Meni yuborgan bor. Sizlar esa uni tanimaysizlar. U haqdir. Men uni bilaman. Chunki men uning oldidan kelganman. U meni yuborgan. Bu gapi uchun Isoni qo'lga olmoqchi bo'ldilar. Biroq hech kim unga qo'l tekkizmadi, chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. Shu bilan birga xalq orasidagi ko'p odamlar unga iymon keltirdi. Ular: Masih kelsa ham baribir bunchalik ko'p mo'jizali alomatlar ko'rsata olmaydi, deyishardi.
Odamlar Iso to'g'risida shunday deb pichirlashayotganini farziylar eshitib qolishdi. Shunda bosh ruhoniylar bilan farziylar Isoni qo'lga olish uchun ma'bad mirshablarini yuborishdi. Iso dedi: Men sizlar bilan qisqa bir muddat bo'lib, yana meni yuborganning oldiga qaytib boraman. Sizlar meni izlaysizlar-u, lekin topolmaysizlar. Men boradigan joyga sizlar borolmaysizlar. Buni eshitgan yahudiylar o'zaro shunday deb aytishardi: U qayerga bormoqchiki, biz uni topa olmasak, balki u boshqa yurtlarda yashaydigan yahudiylar orasiga bormoqchidir. G'ayri yahudiylarga ham ta'lim bermoqchidir. Sizlar meni izlaysiz-u, lekin topolmaysizlar. Men boradigan joyga sizlar borolmaysizlar degan gaplari bilan nima aytmoqchi ekan? Chayla bayramining oxirgi ulug' kunida Iso turib baland ovozda xitob qildi: Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Shunda muqaddas bitiklarda aytilganidek, menga ishongan odamning ichidan hayot baxsh suv daryo bo'lib oqib chiqadi. Iso shunday deganda muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar ruhni qabul qilib olishlari kerak edi. Lekin ruh hanuz berilmagan edi, chunki Iso hali ulug'lanmagan edi. Olomon ichidan ba'zilari bu so'zlarni eshitib shunday dedilar: Haqiqatdan ham bu odam biz kutgan payg'ambar ekan. Boshqalari Bu Masih. deyishsa, yana boshqalari shunday deyishardi: Masih Jaliladan kelmaydi-ku. Muqaddas bitiklarda Masih Dovudning urug'idan kelib chiqadi. U Dovud yashagan Baytlahm qishlog'ida tug'iladi deb aytilmaganmi? Shu tariqa Iso tufayli xalq ikkiga bo'lindi. Ba'zilar uni qo'lga olmoqchi bo'lishdi, ammo hech kim unga qo'l tekkizmadi. Shu payt ma'bad mirshablari bosh ruhoniylarning va farziylarning oldiga qaytib kelishdi. Nega uni olib kelmadingizlar? deb so'rashdi ulardan. Hech kim hech qachon bu odamday gapirmagan. dedi mirshablar. Mabodo u sizlarni ham yo'ldan urmadimi? deyishdi farziylar. Bosh ruhoniylar bilan farziylar orasida unga ishongan bironta odam ham yo'q. Tavrotni bilmagan o'sha qalang'i qasang'ilar esa shundoq ham la'nat ostida qolgan. Shunda farziylardan biri, ilgari Isoning oldiga borgan Nikodim, shunday savol berdi: Qonunimizga ko'ra, nahotki biz odamni eshitmay turib, uning aybini topmasdan uni hukm qila olsak? Sen ham Jaliladan bo'lsang kerak-a? Muqaddas bitiklarni o'rganib chiq. Jaliladan payg'ambar chiqmasligi aniq. deyishdi unga. Shundan keyin hammalari uy-uylariga tarqalib ketdilar.